Qozog'iston keluvdi ishlab. Hech kim aytmayapti nima bo'ldi. Bitta qotillik bo'lganmi? O'likni sudrab borib, ariqchaga qo'yib, kallasini qo'yib, o'likni buklab. Har bir fuqaroni rozi qilgin deydi. Keyin uchastkoyga chaqiribdi. O'rtoqlari aytdiki, aqam miyasidan qabrga qo'yibganda qon oqyapti dedi. Shu o'shani otmaganingda dedi, shu gaplar yo'q edi dedi. Men 85 ga kirdim. Men yolg'on gapirmayman, bolajonim. Ha. Xo'sog'a turibman, jonim chiqib ketay deyapti. Sog'lom yurib kelgan bola shitib bo'lib qoldi-da, shu kim ko'madi bo'lsam. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlarga Mashhura desam, hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Farg'ona viloyati Beshariq tumani Zarqaynar qishlog'ida turibmiz. Zarqaynar qishlog'ida nuroniy ayol tomonidan bir necha kundan beri murojaat qiladi. Kelib, meni ham murojaatimni ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqib bering, Shuhratjon. O'g'lim o'tib qoldi. Lekin o'g'lim sog'lom odam edi. Xolani aytishiga qaraganda yuragi to'xtab qoldi deb ishtiyoq forishdi degan mazmunda murojaat qoldiryapti. Ushbu holat bo'yicha qayta Bosh prokuraturadan, Farg'ona viloyat prokuraturasidan iltimos qilamiz. O'sha holat bo'yicha ishni nazoratga olishini so'rab qolamiz. Qonun ustuvor jazo muqarrarligini bilamiz. Shu uchun ham ishni qaytadan o'rganib chiqishlarini so'rab qolamiz. Shu Zarqaynoqda yashayman. 88-yildan beri. Shu nevaram yilda tug'ilgan. Men shu yerda o'zgarib bo'lmadi onasini. Shu yerda katta bo'ldi, o'g'liga yetdi. Uyladim. Endi shu bolam sog'lom edi, tanisa edi. Shu yerda bo'lib qoldi. Shularda yashagida. Qo'shnimda darvozasi tegib oldi. Endi shuni nima bo'lganini bilmayapman. Shuni aniqlab beringlar sizlar. Bosh prokurator. Sizlar aniqlab beringlar. Sizlar nima qilinglar? Aniqlab qanday aza yozsa rad bo'lyapti. Nima qilishimni bilmayman. Bitta boquvchimidi, boqar edi meni. Kim ko'madi bo'lsam, endi meni nima qilinglar? Shuni yo'lini qidiringlar, topib beringlar menga. Meni boqar edi. Xabarchimidi, yo'qlovchimidi, yo'qlab turardi, xabar olib turardi. Endi hech kimim qolmadi meni. Qo'ziga Dilbaroy. Shu Shoqtalizor ko'chasi, Zarqaynarda yashayman shu yerda. Bitta farzandim bor edi, 41 ga kirgan edi. Shu o'g'lim shu qo'shnimda eshigida o'ldi. Bosh prokuror shuni ko'rib bilib berishlarini so'rayman. Sog'lommi o'g'lim? Qanoqati yotib kelmish. Sog'lom yurib kelgan bola shitib bo'lib qoldi-da, shu Qozog'iston keluvdi ishlab. Hech kim aytmayapti nima bo'ldi. Shu qo'shnimdan so'rasam, 3-kuni. Qo'shnimdan so'rasam, shu qayerda o'ldi desam, mana shu yerda o'ldi deb eshigini tayini ko'rsatdi. O'likni sudrab borib, ariqchaga qo'yib, kallasini qo'yib, o'likni buklab ayog'ini tikkab qo'yibdi. Keyin uchastkoyga chaqiribdi. O'rtoqlari aytdiki, aqam miyasidan qabrga qo'yibganda qon oqyapti dedi. Dedi, shu o'shani otmaganingda dedi, shu gaplar yo'q edi dedi. Men 85 ga kirdim. Men yolg'on gapirmayman, bolajonim. Ha. Xo'sog'a turibman, jonim chiqib ketay deyapti. Men nimaga yolg'on gapiraman? Yillardan kutib kelyapti. Mana ishda o'libdi, tappa tashabdi. Tashagandan keyin ko'tarib tirkatib qapti, yana tashabdi. Biz mana shu yerda o'tiribmiz, mana shu yerda. Biz surada yozdim. Tincha, bugun tinchib. Kunda darvoza urib ketardi bittasi. 4 ta bolasi bor. Qo'yga yetgan. Lekin haliga joyda shuni bilan kelibdi. Prokuror kelibdi, militsiyani prokurori. Hamma kelibdi, uchastkovoy kelibdi. Lekin bizga aytmadi. O'rtog'ini chaqiribdi. Nima oti Ahmadmi? O'sha mashinasini olib kelibdi. Lekin o'sha uchastkovoy manaqa olib qo'ygandan keyin tudib jon chiqib ketdi qiz o'limda. Uchastkoyni chaqiribdi, keyin uchastkoy ariqcha temirchi ichida boshi turaveribdi, oyog'i osmonda turaveribdi. Ungacha. O'lik sudrab ichib
tepa tashadi debdi. Mana shu yiqilib o'ldi debdi. Mana sizlar ham eshitganlaringni gapiryapsizlar, to'g'rimi? Eshitganimizni gapiryapmiz. Endi yotiribmiz u yerda. Keyin u bola kelibdi-da, o'rtoq ichkilik boshingga yetibdi-da debdi. Ichka yo'q ekan. Nimadan borib qoladi? Ichka yo'q ekan. Magazinga borib. Soat ikkinchiga boribdi bu. Ichka yo'q, yaxshi gaplashib o'tirib ketdi dedi. Magazinga kiribdi, ichka yo'q, yaxshi gaplashib ketdi debdi. Go'rkov bilan ko'rishibdi, ichka yo'q debdi. Ana shu shekka kelibdi, shekka kelib ana shu o'libdi. O'ltiribdi. Nima ish qilardi u nevarangiz? Imoratlarni qilardi, Toshkentga, Qozoqqa borardi. Qish urardi. Qish urardi imorat. O'lib, qish urardi. Ana shu o'libdi. Nega yetimdan o'ldi deb xabar keldi. 3 ta qizim bor. O'ldi deb xabar keldi. Men bilan 4 ta. Shu kirib kelyapti. Ha, nima kirib kelyapsan desam? Ha, baxtiyor o'libdi-yu. Qo'qonda emish dedi. Voy, endi hayli kecha avtda keldi. Ha? Gapiring. Avtda keldi-yu. Hay, nimaga menga bitta qovun berib ketdi. Bozordan keldi. Nega o'ladi u dedim. Sen o'libdi dedi, Qo'qonda ekan dedi. Ani bitta o'lim bor keldi. Menga pul bering dedi, olib kelaman men Qo'qondan dedi. Bekatga tashlab kelganmiz dedi. Voy tavba qildim. Shuni bilan pul berdim qo'liga. Olib keldi bolamni. Bitta luqsi yo'q, mana shu boshida ekan. Qonog'i yotdi. Boshida ekan, orqa miyasida. Ha, ustiga chiqib 1 soat yotdim. Ustiga chiqib shu bolamni. Ha, olib kelgandan keyin yuguncha. Hurmatli prokurorimiz, Farg'ona viloyat prokurorimiz Baxtiyor aka Ismoilovdan nazoratga olishni so'raymiz. Shunday mana nuroniy ayollar o'zi yakka qoldim deyapti. Shunday hovlida boshqa boquvchim yo'q. Yuragi to'xtab qoldi deb turib yopdi deyishyapti. Ekspertiza xulosasini men ko'rganim yo'q. Nima deb yozilgan? Shunga ichiga kirib huquqiy baho berishlaringni so'rab qolamiz. Delani ichiga kirganda ayblov xulosasi nimasini 83.2 bilan nimaga yopyapti? Ichki ishlar. Shunga bir e'tibor qaratib turib nazoratga olishlaringni so'rab qolamiz. Просто жалко-da. Жалко. Bitta odam o'lib ketyapti. Bitta oila boshi o'lib ketyapti. Ikkita katta nuroniy ayollar boquvchisini yo'qotyapti. Neujeli bitta delaga kirib turib o'rganib berish qiyin bo'lsa, shu masala bo'yicha Beshariq tuman prokuraturasidan ham iltimos qilamiz. O'sha holatga e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz. Hamda Beshariq tuman ichki ishlar boshlig'idan ham iltimos qilamiz. Shu holatga ham u ham e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz. Aynan holat o'zi aslida nima bo'lgan? Haqiqatdan ham bola o'lganmi o'z o'limi bilan yoki batta qotillik bo'lganmi? Shunga yaxshiroq huquqiy baho berib turib, aslida holat nimaligini shu oilaga tushuntirib berishlarini so'rab qolamiz. Shaxsan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham o'zlari aytayaptilar. Har bir fuqaroni rozi qilgin deydi. Shu holat, shu prezidentimizning gaplari hamda bosh prokurorimizning ham gaplari bor. Har bir fuqaroni rozi qilishimiz kerak. Mana rozi qilib qo'yinglar, kelib tushuntirib berishlaringni so'rab qolaman. Nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, o'rganib bo'lgandan keyin aslida holat sovuqqonli bo'lganmi, yo'q haqiqatdan o'z o'limi bilan o'lganmi? Shunga e'tibor qaratishlaringni so'rab qolamiz. Rahmat.